biron vaqtda bir taraf boy bo'ladi. Qur'on aytadi buni. Boy bo'ladi, uni boyligini ko'radigan faysaliy qilgan, shuni foydasi faysala qiladi. Yo, biron vaqtda bir nafar g'arib bo'ladi, shuni g'aribligini ko'radi va darholiki biron vaqtda g'arib ham zulm etadi. Shu g'aribda haqiqiy bo'lsin, bu boyligi deyilgan, shu boyni nuqson g'aribi nohaqni haqiqiy faysala qiladi. Bu ham durust emas. Biron masalani bilasizlar, shu haq falonini haqida sizlar zarur bo'lib shohid bo'lsanglar, xoslarni o'ldiradi, xoslarni ko'madi, xoslarni malomatli qiladi. Xulosa oyat muborakani o'zi bizga amr qildiki, bizlar hamisha adolatni barpo qilsak, iyakun g'aniyan va faqiran fallohu awla bihima. Biron vaqtda bir taraf boy bo'ladi, Qur'on aytadi buni. Boy bo'ladi, uni boyligini ko'radigan faysaliy qilgan, shuni foydasi faysala qiladi. Yo, biron vaqtda bir nafar g'arib bo'ladi, shuni g'aribligini ko'radi va darholiki biron vaqtda g'arib ham zulm etadi. Shu g'aribda haqiqiy bo'lsin, bu boyligi deyilgan, shu boyni nuqson g'aribi nohaqni haqiqiy faysala qiladi. Bu ham durust emas. Alloh taolo ko'proq biladi. Alloh taolo ular behtardi bularni haqqini ado qilishlikka. Fala tattabi'ul hawa. Sizlar havo va xohishotdan payravlik qilmayna adolat qilishlikdan. Havo va xohishotdan payravlik qilsanglar, rasuldan kaj bo'lasizlar sizlar. Va in talu va tu'ridu fa innalloha kana bima ta'maluna khabira. Biron masalani bilasizlar, shu haq falonini haqida sizlar zarur bo'lib shohid bo'lsanglar, xoslarni o'ldiradi, xoslarni ko'madi, xoslarni malomatli qiladi. Birontalar nima deydi? Falonini haqqi borligini biladi. Shu zamin falondan biladi. Va in talu Alloh taolo tilini kaj etadi. O'radi, ham do'qil qo'yadi, falonni soni deydi, menga nima maqsad qo'yadi shunaqa. Agar shunday qilsan, avtorizu va iroz etsak, menga nima maqsad deydi, ma'qul bo'lsa bo'lsin deydi. Alloh taolo sizlarga aytgan zotlaringizga xabir. Bizda majbur va mukallafga adolat bilan bizda jamiada yashasak va haqiqiy shohid bo'lsak, agarchi boydi jonibi muqobil, agar g'aribdi, agar bizga malomatli keladi, hatto agar bizga o'lmoqlik keladi, har kim bir ro'z ajali kelsa o'ladi, ajali kelmasa o'lmaydi, boyat haq bilan adolat bilan bo'lsak. Chunki Alloh subhanahu va taolo bizga amr qildi.